Teşekkürler. Bir golü düşmüş öyle. Ramazan. Şu şey balığına yani kardeşim. İsem şu Kaylamayı izlerdik. bu ansız olsun abi. Bayan kadınlarga merhaba. Bugün Halkara Ana Til Xatir Günü faoliyatini tabriklash munosabati bilan Qashqardagi bir turkum o'lim so'yar. Ona tilini o'z onasini so'yadigan, onasini qadrlaganda qadrlaydigan bir turkum kishilardan xos ixtiyoriy yo'sin tashkillanib bugungi bu oddiy faoliyatimizni tashkil etdik. Bizga ma'lumlik ona til har bir millatninki bir belgisi. Bugungi so'zimizni boshlashdan burun shu xalqaro ona til kunininki kelib chiqish tarixi to'g'riliq oldinlar usuldan xabarlar beramiz. Balki ba'zilarimiz bilishimiz mumkin. 1999 yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Fan madaniyat ma'rif ilm-fan tashkiloti har yili 2-oyning 21-kunini xalqaro ona til Xatir kuni qilib bekitdi. Demak 2010 yildan boshlab hisoblaganda hozir 10 necha yil bu faoliyat har yili ilib kelyapti. 2018 yili BGT ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 2018 yilda Dunyo ona til Xatir yili deb bir faoliyat o'tkazgan. Endi bu bayramniki yana shu ona til Xatir kuniki kelib chiqish jarayonida mana bir raqam bor. Yili 1952 yili Bengal shu Pokiston qarashliq bo'lgan avvalda shu Bengal tilini davlat tili qilish masalasida shu Bengal xalqi kengaytirib namoyish o'tkazgan. Bu vaqtda o'z ona tilini qo'llash yo'lida 5 nafar odam soqchilarni o'q chiqarsak, shu kuni vafot bo'lgan. 1953 Bengal xalqi o'sha 5 nafar inqilob qahramonlarini bu qahramonlar sifatida o'ldinki yuksak hurmatini va ularga bo'lgan minnatini qildirish yuzidan qahramonlar xotir minora yasatgan. Va shundaqla bu voqea Bengalniki mustaqil bo'lishiga yo'l hozirlagan. Demak, shu ona tilniki shunday bir tarixi va ustunlik kelib chiqish tarixi. Bugun mana biz Qashqarda bizda bir kichikina bir ko'lamda xalqona bir ahvolda jamiyatniki har qaysi sohalardan bir turkum marchilar, farmachilar va boshqa soat a'zolarni taklif qilib bugun shu oddiy so'rinni uyushtirdik.
Tövende biz şu Sayıbat Majlisi bu tanımaların taraf kullanmada çıktı bir iş var. Arkadaşlarımla ayağımız şu bankona Olgun burada bir terörist şahında yani avazın türü şahında bayağı iyi gösterim buldu. Çünkü bir vakit kısa pek uzun vakit geçmedi sonuçta Müslüman Avrupa'da takipçisi bu vakit vermez neyle Müslüman Avrupa'da takipçisi. Dolayı ayıp Bilal Efendi'ne sözünüzü tekstil orası. Merhaba. Assalamualaikum hürmetlik atalar, analar, ustazlar, qarindoshlar. Hammalarning ona til kunini tabriklaymiz. Biz jamiyatdagi bir turkum do'stlarningki tashabbusi va qurilishi bilan bugun Qashqardagi va Qashqar atrofidagi qarindosh yurtlardan kelgan ona til G'alkimol bo'lgan onasini qadrlagandek ona tilini qadrlaydigan va shu ona tilini farzandlarga va farzandlarning farzandlariga davom qilishni orzu qiladigan ustozlar, onalar va barliq qarindoshlarni chaqirib bu faoliyatni tushuntiribmiz. Hammamizningki bu faoliyatimiz o'ngishli bo'lg'ay, ona tilimiz onamizdek ulug' bo'lg'ay, bizning bu ona til yo'lidagi faoliyatlarimiz bundan keyin to'xtab qolmag'ay. Bundan keyin har yili shu 21 kunda shunday yig'ilib tabriklab inshaalloh ko'rib to'g'aymiz. Biz hozir bu birisi bir tabrikligidek xo'shallik bor. Biz dastlabda shu ona til maktablari va ona til yetillarini qurish to'g'risida bir o'y xiyollar bo'lgan. Bu o'y xiyollarimizni do'stlarimiz orqali Urumchi Tog'rayonlik ma'rifat idarasiga shunday bir ona til va o'qitish qiladigan rejasi andan imkon bo'lsa boshlang'ich davomini qurayli deb bu ishni boshlagan. Buni bir og'inimiz Urumchida boshlab iltimos sunib to'g'rida buni e'lon qildi. Ona til yasasi qurish yo'lida deyapman. Bu podash to'g'rida e'lon qilindi bu. Shu bilan bu tema davom qilib 5 oy davom qilgandan keyin dastlabda shu Urumchi shahar Tog'rayonlik ma'rifat idarasidagi birikki intayin faşist iddiydagi kishilarniki rad qilish bilan bu ish amalga oshmaydan deb bir xil tuyulmagan. To'g'rida va jamiyatda bu oqmaydi bu ish. Bu ona tilda o'qitish qilgan yasli qurish, ona tilini asos qilgan maktab qurish bu oqmaydi degan ideyalar taraf ketgan. Bunga bizning bu birodarimiz izchil bu davlat qonuniga uyg'un, hokimiyat qonuniga uyg'un, davlatning ma'rif qonuniga uyg'un, davlatniki xalq boshqarishniki ma'rifni ilgari surish qonuniga uyg'un. Bu bo'lmaydigan hech qanday yeri yo'q degan ishonch bilan bu 5 oy izchil o'sha yo'lni mangdi. Oxirida Urumchi Tog'rayonlik ma'rifat idarasi bu birodarimizni chaqirib ishxonga bu Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'ur tili darsi qiladigan yasli qurishga bo'lmaydi degan gap yo'q. Bu bir shaxsning xatoligi, bizning bo'yligi, davlatniki yoki hukumatning yoki avtonom ma'rifatining ishi emas bu. Deb bu boshqara ona tilda maktab va yaslilarni qurish bo'lganligini, buni tayyorligi bo'lsa, qachon bo'lsa bo'lganligini e'lon qildi. Bu ham biz tabriklaydigan bir ish. Şunun bilan hammaylar xo'shallik uchundir. Bu yerda biz diqqat qilgan bunday bir nuqta bor. Dastlabda shu to'g'rida asar e'lon qilish, to'g'rida ko'ngil ichish va to'g'rida munozara qilish boshlangan chog'da nurg'un men biladigan bir qism kishilar qo'llab, ya'ni to'g'rida kichik bolalarning o'yini bu. Bunun bir takibi ben 2011 yılı bir kitap
chiqarmayman deb millat nashriyatiga sunsam buni endi to'g'ri e'lon qilib ekan to'g'ri e'lon qilgan narsa degan biz bosmaymiz uni to'g'ri qo'yaveringlar biz to'g'rining saviyasini eshitib ketgan degan nashriyat uning nazarda to'g'ri saviya nashriyat saviya ekanda shu nabut 2011 yilda uni yondirib kelgan demak shu nashriyatning nazarida to'g'ri bir o'yin chiqqan uni e'lon qilgan asarlarni nashriyat e'lon qilish bo'lmaydi ekanda u sifat saviya yetmaydi shu bilan shunday kun bo'ptan nashriyat qilamiz degan bo'lsa to'g'rida yeziberli deb mushkullikka shu to'g'rida uni yezib qo'ygan bo'ldik bu to'g'rining kuchini mana bu qitim ana til maktablariga va ana til yasirlariga tasdiq etish masalasida bu bo'lib ketdik ya'ni biz to'g'rida 500 ming odam ko'ygan bir ana til yasirsi qurish yo'lida degan temar qilib davlatniki siyosatlarga qarshi qo'yayotgan davlatniki bu hozir davchilayotgan ma'murlarni oxirida bizga yo'l qo'yish majbur qildik va davlatning siyosatining odil ijro qilinishiga biz nazoratchilik qildik bu yerda biz bu orqali huquqimizni ishlatdik huquqning ishlatilishi amaliyotda hukumatning obrazini yaxshilaganlik shuna agar man shu so'rim yo'q edim agar man bo'lgan bo'lsam biz masala paydo qilmayapmiz masala hal qilyapmiz masala paydo qilayotganlar davlatning qonuniy va siyosatiga oshkora qarshi chiqib xalq bilan davlat o'tirsiga zan silayotgan ya'ni araga bizga silayotganlar bu yerda davlatning hech qanday mas'uliyati yo'q hukumatning mas'uliyati yo'q faqat davlatning nimayotgan xalqning pajgirbidan kelgan muoshni o'zining yanchqul to'lash uchun sarf qilayotgan kishilarning xatligi deb turdik endi shuni shunday ekanligini isbotladik oxirida shunga biz bu ona til kunida shu birinchi xushlikni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi ya'ni biz ona til maktablarini qura olamiz ona til yasirlarini qura olamiz ona tilimizni hech qachon ma'rifatga cheklanigini yo'q ana til nima uchun o'ynuyor ana tilni o'ynaganini bilmaydigan odamimiz yo'q lekin buni men tilshunoslik qilgan shunga ba'zi birinchi ikkinchi uchinchi bo'ylab deydigan tariximiz bor man 10 yillik oliy maktabda shu deb boshlayman ana tilni o'ynuyor nada desa ana til bir millatniki bilmisi bir millat bo'lish uchun shart qonun bo'lishi kerak xalqaro qonunni qo'llaydigan davlatlarga millat bo'lib sindirgan bir millatning qonun bo'lishi kerak bo'lgan millatni tegishli bir millat tarafsiz asli birlashgan davlatlar tashkiloti emas bu birlashgan millatlar tashkiloti birlashgan millatlar tashkilotida hamma millatlar vakil shunga o'xshash agar uyg'urlar ana tilni to'g'rilsa bu ikki tarafdan bir millat qilib sindirilmaydi agar xalqaro qonunni qo'llash to'g'risida to'g'rilmaydi shunga masala ona til shu millatni emas shu millatlar sindirmaydi xalqaro qonun shu millatning huquqini to'g'rilab ya'ni ona tilni bizning millatimiz sizning ilmimiz shunaqa ikkinchisi ona til bir millatning madaniyatini keyingilarga yetkazadigan bir vosita eng muhim vosita ya'ni biz ona tilni bir realistisak hech qanday bo'lmaydi ona tilsiz bir millatning madaniyati tadqiq qiladigan natijaga da'vo qilinmaydi shunga bu ona tilsiz bir millatning madaniyatiga da'vo qilmaydi yo'qoladi masalan biz 2011 yildan 15 boshlab shu tarbiyalash qilyapmiz mana sizni qashqar kelganligim tarbiyalashda tarbiyalash asosiy safar qo'yilgan lekin birinchi o'rinda odam chiqamasdan ona tilini biladi ya'ni bizim hozir tildoshimiz Allohning savobini chiqarish har kuni har yozuvlar kamida 100 odamimiz kelib oltin savobini chiqarib keldi mana so'ylab kelgan chog'da biz ham shu
bilsek bu başka degende. Kanzutluga bilsek bo'lmaydi. Chunki ehtiyoj uchun gapiradi. Lekin aytish kelsa, ehtiyoj olg'in uchun ehtiyoj ekan. Bu shunday hisob bo'ldi. Ona til masalasini qaysi yerga ketganligini, ya'ni biz hozir ona til Allah'a anlatıyoruz. Eğer şunların seviyesi, o düşünce seviyesi olmazsa bu Kaşgar'daki bağlı kardeşlerindeki en mühim bir mantıklı düşüyor. Hem de bir müşteriler, onların dolabını ne çıkarsa bu bağla şanslı çoğalanırken biz en adresi kardeşlerinde olmuştur. Yazarız. Yazarken bu konuda anlatıldığı gelirken katılımlarla uçuşu demeydi. Söz kitapta abartısız bir bilgiler olmak üzere. Ama bu sözü çıkarsak ama o kadar yazılan herkesin bu yüzden oldu. Ölmüş katılım. Bu işte bize kılmalı olacak. Ama bu sözü tutakında. Ama bu sözü ülkelerine devam ederse. Bu sözü çıkarsak bu ulaşımda sözü gerekir. Atatürk zamanında. Bu sözü özümüz adım adaylık devam eder. Şu şu olanlar ondan kardeş ağabey şekillendiririz. İkincisi bu savali çıkarmalarla bu bir şey gelir. Mesela kitap savali çıkarsa okuyanlar bunları ki ben size tutmayı diyorum. Fakat bu kadar mesela biz Arapça Kur'an'ımızda okuyanlar olduğunu diyor. Ben size çevireyim. Başlarsa adet olanların kanalarını yayınlamak için ben kırmızı yapılanı kitaplardan olmaydı. Kitapları bir parçalarken dalsı konuşurken bazı konuşurken yayınlamaktan çıkıyor. Bu olan için bana savabı çıkıp koysak ama ben şeyden kitap okumayacağım. Bu kitaplarken kışta savabı çıkan balık mutlaka böyle geliyor. Fakat bu olan savabı çıkıp koymanırken Kırmızı'da yanında Kırmızı'nda sınıf baksa şu anın ismini sıkıladıkken, ismini kanayı sıkıladıkken. Lekin kalan sesini kanayı. Onun için bu Adem kısasında oldu. Onun için iştindiri kaysı kıldım var köyden olsa şu var köyden tel şu balın anıtı ayrıldı. Şu an balımızı onun sözleri ülkemde onun çeşitli köyge marifte kanzutullah marif olan olsa onu anadolu Uygur'da olmaydı. Kanzut olan olur. Çünkü adamdaki hem azalının yükleşi oluşmaydı. Adamın kalışta bir mekanizm var o tabi. Allah Teala peki mekanizm var. Bu mekanizmda onun çeşitli kayıstılı marif köygen olsa kayıs mektubu asas kılma mektep okuyan olsa şurada onun ordularına orduçuyor. Şurada bu ayında kullanılan tel, yaki sözde batman tel çekertli ayrılıyor. Ondan olan ki ballar, şu bize en yaşlıdığın mektepte kullanılan telde anıtıklı tefekkür buldu. Bunu takiplemekse mesela bizden ballar Kaşgar'da Erol için muallim deyimiz, ayol okuşunu halim deyimiz. Bizden ballar fakat bu şekilde ağrıyamaydı. Çünkü kanzutlu'da bir söz var, lağışır deydi. Benim halim deydi, benim ayolumun halim deydi. Bu iş katsa bu ballar Uygurca yapılmaydı ameliyette. Kalbızdaki kanzuş tefekkürüne Uygurca öğürüp bizi tepkirdi. Ondan olan için bu ballarga ben Uygurca sabah çıkarıp koysak mı? O tefekkürü üzertilgenlikken çünkü onun çeşitli burun o kanzuş varıp koyganlikken o tefekkürü kanzuş olganlikken hemen asaldan kanzuş gördü ballar. Berken sizdeydi, mali dersi bilen vay dersin sen ötmeysen dersin benim